Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar akalar. Ko'pchilik so'ragan sifonlarimiz keldi. Elektronli sifon bo'ladi. Trubkalari, nasatkalari, pushkalari hamma yog'i bor. Elektronli sifon, oddiy sifondan qiynalganlar uchun bunda suv tortib, pompa vazifasini bajarishlari ham mumkin. Keyin xo'sh, bu ham sifon elektronli. Bu katta varianti, katta akvariumlar uchun. Nasatkalari kichkinasiga qaraganda ko'proq bo'ladi, ili boshqacharoq chiqadi. Taqir kichkinasiga qaraganda ko'proq. Shamama shunga qarab. Ham xuddi shunaqa pompa ili sifon qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Hamma narsalari bor. Komplektida kelaverasizlar. Garobkasi kattasiniki. Xo'sh, mana kichkinasiniki mana. Mana farqi.